Assalomu alaykum og'aynilar. Monolitchik bolalar, mana shu chasna uylarning ishlarini qilib yurgan, chasna ishdan xabari bor bolalar kerak. Gazoblok, ablisovishni kirpech qiladigan bolalar kerak. Har oylikka kelishadigan bo'lsak, oylik $1000 toza yeb ichari hamma narsasidan tashqari $1000 to $1,500 pul beriladi. Hamma rasxod men tarafim, ya'ni bizning o'zimizning ish joyidan to'lanadi. Faqat chasnish qilinadi. Faqat chasna uylar, bordyorni kamen, bordyorni plita, mana shunaqa beton qiladigan va atmoska, zabor, ya'ni usta bolalar kerak. Prosta hozir ishimiz ko'p. Usta bola kamchilik bo'layotganligi uchun usta odam kerak. To'lqa usta odam telefon qilsin. Usta odamlar telefon qilsin. Podsomnik kerak emas. Faqat usta odamlar telefon qilsin. Mashina beramiz. Tagiga mashina pravasi bo'lsa, mashina beramiz. Instrument, hamma narsa bilan обеспечивать qilamiz. Yoniga 2-3 ta odamni beramiz. Borib shu ishlarni tugatib, kechqurun mashinada qaytib kelib, shunday ishlaydigan bolalar kerak. Faqat ishni biladigan, sifatli ishlaydigan bolalar kerak. Oylik $1000 dan $1,500gacha 3 vaqt ovqat, issiq ovqat beriladi. Ovqatdan, puldan problema yo'q, yotoq joydan problema yo'q. Pul xohlasa har obyektni tugatganda eshitib da'vat qiladi, pulni olib ketaveradi. Har obyektimiz 10 kungacha suradi. Bir obyekt 10 kungacha suradi.